kollejlarga, maktablarga suhbat qilib bergani borsak, namoz o'qiguvchi, o'qituvchi bo'lsa, bizni borishimizni eshitib, bitta choynakda choy, ikkita piyola qilib xonasiga olib kirib, bir piyola choy ichib gaplashib tursak, haligilar bilan savol aytishardi. Bolalarda, qizlarda bir ajoyib savollar bo'ladi. Bir qiz bir kun savol berib qoldiki, ustoz, otasiga, onasiga bildirmasdan Qur'on yodlasa bo'ladimi? Ha, deyishga dedim, u deydi, 3 kun halovatim bo'lmasa ya deydi. Nimaga bildirmaydi? Ha, bildirsa otasi, onasi xursand bo'ladi-ku. Farzandim Qur'on o'qiyapti, bas yodlayotgan bo'lsa deb xursand bo'ladi-yu deb 3 kun yo yahudiymikin, yo nasroniymikin, yo Qur'onga qarshi ateistmikin? Nima ekan, nimaga bu Qur'onni ota-onasiga bildirmaskin deb 3-kuni darsga borsam, u qizim kelibdi deydi. Qizim, o'tgan safar savol beruvdingiz, men javob berdim. Nima siz ota-onangizga bildirmasdan Qur'on yodlasam maylimi dedingiz? Men xo'p dedim-u. Nima ota-onangiz yahudiy yo nasroniy yo ateistmi? Yo'q, alhamdulillah musulmon. Biznikida namoz o'qiladi. Nimaga bildirmasdan Qur'on yodlayman dedingiz desam, bir yig'lab oldida, bir yig'lab turib o'zini to'xtatib, qiyomat kunida farzandiga Qur'on yodlatganlarga 70 ming qirrali toj berilar ekan. Har bir qirrasida gavhar bo'lar ekan. Agar u gavharni nurini, ninani uchchalik dunyoga chiqariladigan bo'lsa, hamma yo'qni so'litib qo'yar ekan. Va 70 ming farishta ko'tarib turadigan nurdan bo'lgan taxt ravon berilar ekan. Meni ham otam bilan onamni oldilariga 70 ming qirrali har bir qirrasida gavhari bo'lgan va nurdan bo'lgan taxt ravonni olib kelib, mukofot qullov bo'lsin deysa, muborak bo'lsin deysa, otam bilan onam, meni farzandlarim Qur'on yodlamagan. Bu farzandlariga Qur'on yodlatganlarning mukofoti. Adashyapsizlar, oboringlar deysa, Alloh taolo tarafidan sizni falonsani, falonchi qizing sizlarga bildirmasdan Qur'on yodlagan edi. Shuni mukofoti desa, otam bilan onamni ko'zidan xursandchilik yoshini oqishini xohlayman. Shuning uchun bildirmasdan yodlasam bo'ladimi dedim. 29 bora yodlab qo'ydim deb qarang. 29 bora yodlab qo'ydim. Bir o'tirganda 29 borani o'qib beradigan bo'ldim. Chunki yodlab takror qilib